qo'yilayotganda nimalarga ahamiyat berish kerak? Shuni bilmoqchimisiz? Videoni oxirigacha ko'ring. Qo'yilayotganda birinchi navbatda qo'ydi uzunligiga va oyoq qo'li baquvvat uzunligiga buni ham. Qo'ydi bilasizlar, eniga ham enli bo'ladi, lekin ko'pchilik bilmaydi, uzunasiga kalta qo'y olsa, nima deydi, go'sht sentneri kam bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik foyda qilishi kam bo'ladi. Qo'y olsalaring uzun, ko'ti boshi butun qo'y olsalaring. Endi ikkinchi layfhakimiz, qo'yni mana bu joyida ko'hrak oldi. Nima deydi? Tush tepasini tortsalaring, tortib essalaring, qo'y yo'taladi. Yo'tali kuchli bo'lsa va ikkinchi layfhakimiz, qo'yni qornida mana bu joyida kuldirgichi bo'ladi. Kuldirgichidan yungidan tortsalaring, yun qo'llaringga siqim bo'lib chiqish kerak. Nimaga bunaqa bo'ladi? Chunki qo'yni jigari yaxshi ishlamayotgan bo'ladi va bu qo'y hazm sistemasi yaxshi ishlamaydi. Bo'kib qolishi tez uchrab turadi. Shuning uchun bizni kuzatib borasizlar, like tugmasini bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringni qoldirsalaring